konuyimiz gereklilik kipi, ya'ni keraklilik shaklini qanday o'sha yasashni o'rganamiz. Demak, buning ikki xil shakli bor ekan, ya'ni ma'li yoda me'li shakllari. Xo'p, geraklilik kipi o'zbek tilidagi o'sha keraklilik shakliga to'g'ri keladi. Ya'ni nimadir qilishim kerak deymiz yoki ertaga o'sha maktabga borishim kerak, kitob o'qishim kerak, dam olishim kerak, musiqa tinglashim kerak. Ya'ni kerak so'zi orqali yasaladigan o'sha fe'llarni turk tilida qanday yasashni o'rganamiz. Demak, buni ikki xil shakli bor dedik. Ya'ni ma'li yoda me'li shakllari bu so'zlardagi unlilarga qarab ikki xil shaklni olgan. Ya'ni siz bilganingizdek, ya'ni har doimgidek unlilarni o'sha ikkita turi bo'yicha kalon unli bo'lsa o'sha so'zimiz tarkibida yoki oxirgi bo'g'inida biz unga ma'li qo'shimchasini qo'shib yasaymiz. Agar so'zimiz tarkibida ng unlilar yoki so'zimizning oxirgi bo'g'ini ng unli bilan tugaydigan bo'lsa, me'li qo'shimchasini qo'shib yasaymiz va uni har doimgidek 4 xil shaklini ko'rib o'tamiz. Demak, har bitta o'sha shaxsimizga moslab chiqamiz, ya'ni men, sen, u, biz, siz va ularga keraklilik shakli qanday qo'yilishini o'rganamiz. Eng birinchi bo'lib bu o'limli, ya'ni bo'lishli shaklini yasashni o'rganamiz. Xo'p, masalan, getmak fe'lini oldik bu yerda va getmak, ya'ni men ketishim kerak degan yoki sen ketishing kerak degan ma'nolarni yasash uchun biz qo'shimchalarni qo'shishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, getmak fe'lini asosini oladigan bo'lsak, get bo'ladi va undagi o'sha unlimiz ng unli bo'lganligi uchun biz ma'li emas, me'li shaklini qo'llay olamiz, ya'ni unlimiz ng bo'lganligi uchun. Xo'p, getmeliyim, ketishim kerak, ya'ni ben getmeliyim desak, men ketishim kerak degan ma'noni bildiradi va buni ham asos va qo'shimchalarga ajratsak, get asos hisoblanadi. Me bu yerda me'li, ya'ni keraklilik kipi qo'shimchasi va undan keyingi im uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha hisoblanadi va siz o'sha ko'rib turganingizdek o'rtada bitta y'ni orttirdik unli bilan boshlanuvchi so'zga unli bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'sha olmaganligimiz sababli o'rtada bitta y'ni orttirib talaffuz qildik. Xo'p, keyingisida esa sen getmelisin, ya'ni sen ketishing kerak degan ma'noni bildiryapti. Xo'p, buni ham ajratib olamiz, ya'ni get me'li bu yerda o'sha keraklilik kipi, ya'ni me'li shaklini qo'llaganmiz, ma'li emas, so'zimizdagi unliga qarab. Va undan keyin sen esa mana bu uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha hisoblanadi, ya'ni sen qilishing kerak degan ma'noni berishimiz uchun uni kishi ekidan foydalanar ekanmiz. O getmeli. Bunda har doimgidek o'sha asos va o'sha shakl qo'shimchasi bo'ladi. Uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha bo'lmaydi, ya'ni u nimadir qilishi kerak degan ma'noni bildiradi. U ketishi kerak degan ma'noda kelyapti bu yerda. Xo'p, keyingisida esa biz getmeliyiz, ya'ni biz ketishimiz kerak degan ma'noni beradi. Xo'p, bu yerda ham get asos, me'li keraklilik kipi qo'shimchasi va uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha esa is hisoblanadi. Bu ham xuddi o'sha mendagi qoida saqlanib qolgan holda unli bilan tugayapti va unli bilan boshlanadigan qo'shimchani qo'shishimiz oldin o'rtada bitta y'ni orttirib talaffuz qilar ekanmiz. Bu faqat o'sha men va biz shaxslariga xos shakllar hisoblanadi. Xo'p, keyingisida esa siz getmelisiniz, ya'ni siz ketishingiz kerak degan ma'noni beryapti. Xo'p, bu yerda ham so'zimizning o'sha asosiy get hisoblanadi va me'li, ya'ni bu me'li qo'shimchasi keraklilik kipi qo'shimchasi va siniz esa aynan o'sha sizga moslashtirishimiz uchun qo'llaymiz. Ya'ni siz ketishingiz kerak degan ma'noda keladi. Xo'p, keyingisi esa onlar getmelilar, ya'ni ular ketishlari kerak degan ma'noda keladi. Xo'p, bu yerda ham get asos, me'li keraklilik kipi qo'shimchasi va ler ko'plik qo'shimchasi hisoblanadi. Ko'plik qo'shimchasini bilasizki, ikki xil shakli bor, lar yoda ler shakllar. Kalon unlilardan keyin keladigan bo'lsa lar, ng unlilardan keyin keladigan bo'lsa ler shaklallarini qo'llaymiz. Demak, bu yerda o'sha getmeli so'zimizda oxirgi unlimiz ng unli bilan tugaganligi uchun biz unga lar emas, ler shaklini qo'llab ko'plikni hosil qildik. Ya'ni ular ketishlari kerak degan ma'noda kelyapti. Xo'p, keyingisi esa o'limsiz, ya'ni bo'lishsiz shakli qo'llangan. Xo'p, bilamizki, o'limsizlik eki bu ma va uni bir qancha o'sha ko'rinishlari mavjud. Ya'ni ma yoda m, mu
me va mu shakllari ham bor. Ya'ni so'zlardagi bu ham ulilarga qarab bir qancha shakllarda o'zgarishi mumkin va u inkor shaklini beradi. Masalan, birinchi olumlu shaklda men ketishim kerak degan, ya'ni bu bir shart ma'noni qo'ygan bo'lsak, ikkinchisida esa men ketmasligim kerak yoki sen ketmasliging kerak degan ma'nolarni beradi. Xo'p, bu yerda ham getme, meliyim bitta o'sha chalg'itadigan jihat bor, ya'ni me'larni bu yerda ko'pligi. Xo'p, qarang, agar so'z o'sha fe'lni tarkibida bitta me ishtirok etadigan bo'lsa, u albatta bo'lishli bo'ladi. Agar so'zimiz tarkibida ikkita me keladigan bo'lsa, u olumsiz, ya'ni bo'lishsiz shaklda kelgan bo'ladi. Chunki bo'lishsizlik qo'shimchasi ham unga o'sha moslashib me va bundagi o'sha meli shakllari ham bir xil ma'noda keladi. Demak, buni ham ajratadigan bo'lsak, get asosi, me bu yerda olumsizlik eki, ya'ni bo'lishsizlik shakli aytib o'tganimizdek doim fe'lni birinchi bo'g'inda, ya'ni fe'ldan keyingi bo'g'inda doim bo'lishsizlik qo'shimchasi keladi va undan keyin esa boshqa qo'shimchalarni qo'shishimiz mumkin. Xo'p, getme, meliyim. Demak, me bu olumsizlik eki va meli esa keraklilik kipi qo'shimchasi hisoblanadi. Va undan keyin esa im shakli, uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha va o'rtada nega bitta ye orttirilganini siz bilasiz. Xo'p, keyingisida esa sen ketmamelisin. Sen ketmasliging kerak. O ketmameli, u ketmasligi kerak va bunda kishi eki bo'lmaydi. Xo'p, biz ketmameliyiz, biz ketishimiz kerak. Bu ham xuddi aytib o'tganimizdek, ya'ni birinchi shaxsning birlik va ko'pliklarida bir xil holat uchraydi. Xo'p, sen ketmamelisiz, siz ketmamelisiniz, siz ketmasligingiz kerak va onlar ketmamelilar. Ya'ni ular ketmasliklari kerak degan o'sha ma'noda kelyapti. Xo'p, bu yerda ham asosga ajratadigan bo'lsak, get asosi, me bo'lishsizlik, meli keraklilik kipi va ler esa ko'plik qo'shimchasi hisoblanadi. Ko'plik qo'shimchasini ler shaklini qo'llanishi bu unlilariga qarab bo'ldi. Xo'p, endigi navbat esa olumlu so'ruv, ya'ni bo'lishli savol shaklini qanday yasashni o'rganamiz. Bunda ham o'sha asosan o'sha fe'llardagi o'tganimiz kabi ikkita bo'limga ajratib, ya'ni ikkita bo'limga ajranib qolganligining asosiy sababi bu me so'ruv eki hisoblanadi. Chunki me o'sha qo'shimchasi, so'roq qo'shimchasi hech qachon so'zga qo'shilib yozilmaganligi uchun bu so'zimiz ham ikkiga ajralib qolyapti. Ya'ni getmeli, miyim. Demak, birinchi qismida o'sha fe'lning asosi va keraklilik kipi qo'shimchasini birga qo'llaymiz. Getmeli undagi o'sha asosiy get va meli esa keraklilik kipi qo'shimchasi hisoblanadi. Va undan keyingi shaklimiz esa so'ruv eki hisoblanadi va so'ruv ekiga kishi eki qo'shimchasini ikkitasini o'sha bitta qilgan holda qo'shamiz. Ya'ni ketishim kerakmidi degan ma'noda keladi. Xo'p, bu ham o'sha har doimgidek birinchi shaxsni birlik va ko'plik o'sha sonlarda bir xil bo'ladigan hodisamiz bu yerda ham bor, ya'ni tovush ortishi hodisasi. Xo'p, keyingi so'zimiz esa ketmelimisan, demak ketishing kerakmidi degan ma'noni beryapti. Xo'p, bu yerda ham so'zimizning asosi va keraklilik kipini bitta qo'llagan holda, undan keyin esa so'ruv eki va uni kishi ekiga moslashtiruvchi qo'shimchani qo'llaganmiz. Xo'p, u ketmelimi? U ketishi kerakmidi? Bu yerda ham keraklilik kipi va undan keyin so'ruv eki va uni shaxsiga moslashtiruvchi hech qanday qo'shimcha bo'lmaydi. Va keyin ko'pliklarga o'tadigan bo'lsak, ketmeli miyiz, ketishimiz kerakmidi degan ma'noda kelyapti va bu haqida ham gaplashdik. Ketmelimisiniz, ya'ni ketishingiz kerakmidi va ketmelilarmi, ketishlari kerakmidi degan ma'noda qo'llaniladi. Xo'p, demak, keraklilik kipini, ya'ni keraklilik shakli, ya'ni o'zbek tilida aynan tarjima qiladigan bo'lsak, shart ma'no shaklini hosil qiladi. Ya'ni nimadir o'sha qilishim kerak bilan shart bir xil ma'noda keladi. Kitob o'qishim kerak, kitob o'qishim shart. Xo'p, shart ma'noni hosil qilish uchun mali yoki meli qo'shimchalardan foydalanar ekanmiz. Agar bu ham unlilarning turiga qarab ikki xil shaklga ega. Xo'p, demak sizga bugungi mavzuyimizdan o'sha uyga vazifa sifatida quyidagi fe'llarni yozdim. Siz quyidagi fe'llarni 4 xil shaklga qo'yib chiqasiz. Masalan, o'qimoq va uni olumlu, olumsiz va olumsiz so'ruv shaklini ham mustaqil izlangan holda har bitta shu 4 xil shaklini ko'rib chiqasiz. Yapmoq bu qilmoq degan ma'noda keladi. Dinlamak, tinglamoq, chalishmak, ishlamoq, yuzmak, suzmoq, ko'rishmak, yugurmoq, ko'rmak, ko'rmoq va dinlamak, dam olmoq fe'llarini keraklilik kipi holida mali yoki meli qo'shimchalarini qo'llagan holda yasab kelasiz.